$1000 pul yutuqlaringiz. Marhamat, Bahrom aka. Nurbek aka, tabriklayman. Surxon haqiqiy polvonmi, polvon emasmi? Polvon. Kurashgansizmi, yo'qmi? Kurashganmiz. Yiqitgansizmi? Bo'ldi gapi. Qoshqadarga chaqiraman aka. Bahorda bizda kurash bo'ladi, katta kurashlar bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Pahlavon Mahmud kanalining aziz obunachilari. Barchaga xayrli kun, qadrli do'stlar. Biz yutuqlarni topshirishda Bahrom akamiz bilan davom etyapmiz. Ayni paytda Sho'rchi tumanidan kelgan. Biz ismlaringiz nima? Nurbek. Nurbek aka, zo'rmisiz? Kayfiyatli yaxshimi? Kim bilan keldingiz? Oshnam bilan. Do'sting ismingiz nima? Ma'rufjon? Farruxjon. Nurbek akamizni o'zlari Rossiyada biletni shunday yopib turib, o'zi O'zbekistonga chizib yorgan ekan. Nima bo'lsa yopan deb turib, o'zlari kelgan ekan. Hozir ayni paytda Surxonpostda yo'l-yo'lakay yutuqni shaydan olib ketaveraman aka degani uchun keldik Bahrom akamiz bilan birgalikda. Kayfiyatlar zo'rmi? Zo'r. Sho'rchining qayerdansiz? Sho'rchi Ozod. Sho'rchi Ozod mahalladan akamizni o'zlari, do'stlari bilan birgalikda yutuqlarni olib kelishgan ekan. Mana $1000 pul yutuqlaringiz. Marhamat, Bahrom aka. Nurbek aka, tabriklayman. Yaxshi kunlaringizni ishlating. Ishonch uchun, bu kanalga obuna bo'lganingiz uchun, bundan-da kelajakdagi Xudo xolasa yutuqlaringiz bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Gaziga bor, belini qo'yaverasiz aka. Surxon haqiqiy polvonmi, polvon emasmi? Polvon. Kurashgansizmi, yo'qmi? Kurashganmiz. Yiqitgansizmi? Bo'ldi gapi. Qoshqadarga chaqiraman aka. Bahorda bizda kurash bo'ladi, katta kurashlar bo'ladi. Ana shunday qilib turib, yutuqlarni gaziga bostirib, mana ayni paytda Surxonpostda, bu yerda moykada, mashina moykada yuvilyapti. Pirama shahardan chiqamizda hozir Jarqo'rg'onga qarab bosamiz. Borib turib, Cobalt topshiramiz nasib bo'lsa. Chin qalbdan yana bir bor tabriklaymiz. Akamizni ham barchalaringizni Tabriklaymiz. Rahmat sizlarga. Tilaklar bo'lsa ikki og'iz mana musofirda yurgan do'stlar bormi, birga ishlaydigan yigitlarga. Hammasiga omad tilaymiz. O'ynayversin, ishonsin, rost ekan. Rahmat. Sanab oldingizmi, hammasi to'g'rimi? To'g'ri. Bironta lishingiz joyi yo'qmi? To'g'rimi ekan? Bo'ldi. Bo'ldi. Do'stlari ikki og'iz tabrik bo'lsa. Hammaga omad, o'ynangizlar, Yetimizlar. yetingizlar, biz ham Xudo xolasa o'ynaymiz. Nasib bo'lsa. Gap yo'q. Chin qalbdan tabriklaymiz. Havas qilganlar, niyat qilganlar bittadan laykni bostirib, gaziga bosaylik. Bundan keyin dollarlar ishtirokidagi o'yinimizda yutuqlarimizni ham xuddi shu tarzda xonadonlaringizga olib borib topshirib beramiz do'stlar. Barchaga omad, kuzatishda davom etaylik. Bosingizlar.